Aniq narxlarni zo'r narxda qilib berasizmi? Bitta o'tgan ekanlar Hasan aka. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Bizda har doim arzon bo'ladi. Xudo xolasa kelishtirgan holatda qilib beramiz. Bitta jирный laykni zo'rdan bosamiz. Abu Saxiy masjidining ro'parasida yonboshi do'stlar Hasan akaning do'koni bor do'stlar. Hozir esa narxlar tanishib o'tamiz. Qaysidan boshlaymiz aka? Aka, buni mana 360 litrligi yana keldi. Narxlari 361 litr bo'ladi, inverter motor bo'ladi. 3 seriyadagi garantiyalari bor. $355 qilib beramiz bularni. $355. $355 bor. Mana bunaqa oynaliklari keldi, artellarniki bu sal qimmatroq yuradi, yaxshi platinum modellar hisoblanadi. Buni $360. Mana bu kamayib qoluvdi, qolmadi. Bundan yana keldi. Xudo xolasa $250 qilib beramiz. Arzoni bormi? Xudo xolasa mendan arzoni yo'q desam yolg'on bo'lib qolar, lekin qo'ldan kelgancha biz arzon qilib beramiz. Kelaverasizlar. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli moshin bozori bilan Abu Saxiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xonaning narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrga xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshidan olaverasizlar. Charchamanglar. Qolgan mana xaladinimiz keldi. Mana ko'rsatib o'taylik. Balandligi 170 salkam bo'lgan, endi 55 bo'lgan. Mana bizga tepadaligi, yosh baland deganligi. Buni narxini $230 qilib beramiz. $230, barakasini bersin. Mana narxi hozir kunda skidga bo'lyapti. 2.300 ming so'm qo'yganmiz oldingi safar. Buni 2.100 ming so'm qilib beramiz. Hozir skidga bir hafta 10 kun ketadi. Keyin narxi o'zgarib qolsa yana noto'g'ri tushunishmasa. Video chiqqandan keyin bir hafta 10 kun turadi bemalol, xudo xolos. Video chiqqandan keyin 15 kun qo'yamiz shunaqa narx. Barakasini bersin. Xo'p. Kullerlar. Mana mana 1.100 ming so'm bo'ladi. Xo'p, mana bunisi bor, so'mda 1.50 ming so'm qilib beramiz. 1 million qilib beramiz ma'malar. Mana choyneli o'zi isitib beradi, tegidan suv chiqazib beradi. O'zi navorochnyi, mana bunaqa pultlari ham bo'ladi. Buni ko'rsatib o'tamiz. Mana bunaqa kichkina pultlari ham bo'ladi. Ko'rasizlarmi, boshqarsa ham bo'ladi. Mana sensor bunda bossa, bir ham bitta narsani graduslargacha ko'rsatib berib turadi. Bular narxini xo'p, kelishtirib qilib beramiz. Hozirgi kunda $115 qilib beramiz. $115. Endi buni hozir to'g'rilab qo'yamiz. Qani? Ko'rsatib o'tamiz. Ichkariga. Mana ichkarida siz kutgan narxlarda bo'ladimi albatta? Xudo xolasa kelaversa bo'ladi narxlarni. Ko'rsating Hasan aka. Qarang, mana shu 4 ta komplektni hozir mana reklama qilyapti. Bitta xaladinni, bitta bunaqa vichka, yaxshi vichka qilib beramiz. 8 kilolik Immer kir mashinasidan qo'yganmiz. 3 seriyadagi garantiya, motori 10 yil, bitta bunaqa gaz plita, tepasi polniy gaz, duxovkaga keladigan bo'lsa, ikkita list bo'ladi, pasti gaz, tepasi elektriska, одновременно yonadi, biokeramika bo'ladi. Biokeramika degani qirilmaydi mana bu, uncha-muncha. Xo'p. Bularga ham 3 yil ofitsialniy garantiyalari bor. Servis sentrlarimiz har bitta viloyatda bor, xudo xolasa. Buni bu 4 ta komplektni narxiga keladigan bo'lsa, $650 qilib beramiz. 4 ta komplekt $650 bo'ladi. 1 2 3 4 ta komplekt $650 bor. Qo'shimchasi bo'lmasa qo'shmaymizmi? Endi bonusga nima qo'shib beramiz? Bonusga chaykani qo'shib beramiz bonusga. Chaykani qo'shib beramiz bonusga. Buni chaykani 1.100 ming so'm qilib beramiz ayollarimiz. Bonusga qo'shmaymizmi? Endi bu bonusga qo'sha olmaymiz. Bu maketini qo'shib beramiz. Maketini qo'shib beramiz. Mana Didi motorli 10 kilolik bemalol katta adyollarni ham yuzsa bo'ladi. 3 yil servisli garantiya, bashar sensorli bo'ladi. 10 yil motoriga garantiya. Bu ham zo'r narxda qilib beramiz. $330 qilib beramiz. Bu zo'r modellar. Xo'p, posudomoykalarimiz bor. Mana rangi oqi bor gaz plitalarimiz va mana televizorlarimiz bor. Televizorlarimiz eng arzoni 32 ta smart Androidlari bo'ladi. 1.200 ming so'mdan boshlanib tepaga qarab ketaveradi. 55 talik televizorlarimiz mana bular. Vahshiy zo'r. $315 qilib beramiz. 43 taliklar $150 dan boshlanib tepaga qarab ketaveradi. Mana. Kelaverasizlar. Endi qarang, bitta yaxshi narsa ham bor, xudo xolasa ko'rsatib o'taylik. Duxovkani endi hamma narsa arzoncha bo'lib ketdi. Endi tuzukroq, yaxshi, kачественный narsa olaman deganlarga mana bu zo'r keldi. Latulli, mana keling ko'rsatamiz. Mana buni ham ko'rsatib qo'ying. Svetlarni yoqib qo'y. Mana Latulli zo'r 300 servisli garantiyalari bor, qarang. Ko'rasizmi? Mana. Tillarang. Latulli deydi, mana ko'rasizmi? Gaz kontrollari ham sifatini
Jajigalkalarni ham boshqa zo'rda bular. Bular narxi sal qimmatroq chiqadi, chunki mana narxi misol $100 chiqayotgan bo'lsa, bu $185 chiqadi. Nimaga degani bu Matiz bo'lsa, bu endi Captiva'da. Okay, Captiva'da. Vichishkalarda ham farqi bor. Men vichishga qarang, zo'r tarafi mana chistka degan joyi bor. Buni bosib tursangiz, avtomatik mana qarab turing. 9 minut. Zo'r tarafini ko'rsataymi buni? Mana bunday qilamiz hozir. Mana bu chos lampasini o'chirib turaylik. Mana. Bunday qilsangiz, mana bu yerda teni bo'ladi. Teni motori ichi o'zi qizib, mana yog'lar bor-ku, yog'lar mana idish ichiga tushadi, olib tozalab yana yuk tashlayveradi. Zo'r joyi bor, motori, ko'ryapsizmi, temir motor, katta motor, 860 kub tortadi bu. Mana 9 minutgacha o'zi tozalaydi, chishgan. Keyin o'zi avtomatik to'xtaydi. 3 garantiyalari bor. Xo'p, endi duxovkasiga keladigan bo'lsa, mana bu duxovka men tushuntirib beray, ko'pchilik tushunmasa ekanda, tushuntirib beramiz. Qarang, arzonchi duxovka. Qimmatroq duxovka. Nima farqi bor degani? Bu litri 75 litr, bu 72 litr. Listi bitta bo'ladi. Bunda ikkita list bo'ladi. Oshim oshig'i bor, mana ko'rsatib o'ting. Mana oshim oshig'ida ham farq qiladi. Oshim oshig'i mana bunda bittalik, mana bunda ikkitalik oshim oshig'i bo'ladi. Baquvvat ekanda. Baquvvat. Keyin buni zo'r tarafi 3 qavat oyna bo'ladi. Tozalab, akkuratni olib, yuvib, yana akkuratni qo'yib qo'yishadi. Oson olish ham, tozalash ham. Bo'libdi, mana 2 qavat bo'ladi, shurupli buni yechish kerak bo'ladi. Keyin bitta narsasini ko'rsataman, keling. Ichida tenini ko'ring-a? Ko'rsating tenini. Tenlar ko'ryaptimi? Bunda ten ko'p. O'tgan, pishirishda ham zo'r pishiradi. Bunda teni kamroq. Ikkita ekan. Mana ikkitalik. O'shalarda farq qiladi. Bular narxiga keladigan bo'lsa, mana narxi $170 bo'layotgan bo'lsa, buni narxi $210 bo'ladi. $40. Ha, o'sha $40 farq qiladi. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Vichishkalarda ham xuddi shunaqa. Mana vichishkamiz misol bo'layotgan bo'lsa, $85 bo'layotgan bo'lsa, bu $110 bo'ladi. O'sha bunda ham $25-30 farq qilib ketib qoladi. O'ynaydi narxlarda. Mana bunaqa vitrinli napitkalarga buni ham keldi, Shivaki brenddan 3 yil servis garantiyasi bor. Bularni $420 qilib beramiz. Balandligi 2 metr, eni 60 talik bo'lgan. Vitrinli xolodilnikli, artellar, mana artellarni bitta ko'rsating. Artel zo'r modelga kelgan mashina. Nechtaligi bu? Bu balandligi 1.75, eni 55 bo'ladi. Bu yoqqa o'tib ko'rsatasiz, ichini ham. Ichi ham zo'rda mana. Hozir. Mana ichlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. İçlerini ham chiroyli qilgan bular $275 bo'ladi. $275. Artel degan mahsulotlari. Soati bor ekan. Soatlari mana qilib bera olamiz mana. Ko'rasizlar. Mana Artel, mana xolodilniklar. Mana Artelning bir ko'pchilik Artel ham sifati yaxshi narsa deganligi mana olib kelib qo'ydi. Artellarni $410 bo'ladi. Vazdushning 300 servislik garantiyasi bilan $410. Balandligi 1.85, eni 60. Buni litr sal kattaroq ko'rinadi. Mana qirovligi hisoblanadi. Qirovligi $335 bo'ladi. Mana. Bular ham ichlari keng bo'ladi. 3 ta kamera do'stlar. Va zo'rlari mana. Mana avvalo mana 6 kilolik kir mashina, 6 kilolik Shivaki kir mashina, ko'rasizlar kimga qanaqa qilib bo'lsa. 6,5 kilolik mana. Seventage bu ham sifati zo'r. Nech pul qilyapsiz bularni? Buni narxi, hop, $215 qilib beramiz, 6 kilolik $200 qilib beramiz. Inverter motor, 3 yil servis garantiyasi bor, parmana yuvagan funksiyalari bor. Buni $200 qilib beramiz. 8 kilolik mana zo'r modelga kelgan. Bu ham sal qimmatroq model, mana ko'rsatib o'taylik. Ham ko'rasizlar. Bu Didi motor LG ga o'xshab ishlaydi. O'zlari ham katta bo'ladi, adyolari ham bemalol yuzsiz bo'ladi. Ko'rpa to'shaklarni ham. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, narxini buni $310 qilib beramiz. $310. 10 yil motoriga garantiya. Naqdkami yo variantgami bormi? Bizga variantga endi xudo xolasa u ham bo'lib qoladi. Variantga ham qilib beramiz, u kelishilgan holatda. Ma'lumotlar shulardan iboratmi? Ma'lumotlar shulardan iborat. Kelgan ayollarimizga bunaqa tikadigan mashinalarimiz kelgan mana. Mana bu mashinalar. Nech pul mashina? Arzoni 900 ming so'mdan boshlanib tepaga qarab ketaveradi. Eng kачественный mana bunaqalar bor. Mana 1.100.000 so'mdan boshlanadi. Buni narxlarini chayka, uyda o'tirib tikishga, bichishga, hamma narsasiga. Keyin Averlo boshqa malaxalarimiz ham bor. Kelishladi, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Manzil esa Abu Saxiy bozori. Assalomu alaykum. Abu Saxiy bozori masjidning shuni oldida.
Hammaga omad. Bo'ldimi Hasan aka? Bo'ldi, xudo xolasa kelaverasizlar. 5 ta oling, charchamang. Yaxshini Sog' bo'ling, ko'rishamiz, ho'p. charchamang.